Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun sizlar bilan Ibrohim alayhissalom qissalarining davomini birga tinglaymiz. Ibrohim alayhissalomning da'vati. Ibrohim alayhissalom buyurilganidek qavmini butlarga emas, Allohga sig'inishga chaqira boshladi. Nimaga ibodat qilmoqdasiz deb so'raganida, qavmi sanamlarga ibodat qilmoqdamiz. Shuaro surasi 71-oyat dedi. Ibrohim so'radi: iltijo qilgan paytlaringizda butlaringiz sizlarni iltijolaringizni eshitadilarmi yoki sizlarga foyda yo zarar yetkaza oladilarmi? Shuaro surasi 72-73-oyatlar. Ular dedilar: yo'q, bizlar ota-bobolarimizning mana shunday qilishganini ko'rganmiz. Shuaro 74-oyat. Ibrohim aytdi: albatta ular menga dushmandir. Men ularga emas, olamlar Parvardigorigagina ibodat qilurman. U meni yaratgandir. Bas, u meni hidoyat qilur. Uning o'zigina meni yedirur va ichirur. Kasal bo'lganimda uning o'zi menga shifo berur. U meni o'ldirur. So'ngra qiyomat kuni qayta tiriltirur. Shuaro 77-81-oyatlar. Podshoh huzurida. Shaharda zolim podshoh bo'lib, odamlar unga sajda qilardi. Ibrohim alayhissalomning Allohga sajda qilayotgani uning qulog'iga chalingach, g'azablandi. Yigitni huzuriga chaqirtirdi. Robbing kim deb so'radi. Ibrohim dedi: Robbim Alloh. Podshoh yana savol berdi. Alloh deganing kim? Parvardigorim tiriltirib o'ldiradigan zotdir degan javobni olgach, men ham tiriltiraman va o'ldiraman deya bir odamni chaqirtirib o'ldirdi. Boshqa kishini qo'yib yubordi. Podshoh barcha mushriklar singari kaltafahm edi. Ibrohim alayhissalom podshoh va qavmining haqni anglashini istadi va Alloh quyoshni mashriqdan chiqaradi, sen uni mag'ribdan chiqarguncha dedi. Baqara surasi 258-oyat. Podshoh javob bera olmay xijolat bo'lib qoldi. Ibrohim alayhissalom otasining to'g'ri yo'lga tushishini xohlab aytdi: ey ota, nega sen eshitmaydigan, ko'rmaydigan va senga biror foyda yetkaza olmaydigan narsaga ibodat qilursan? Maryam surasi 42-oyat. Ey ota, shaytonga ibodat qilmagin, chunki shayton Rahmonga itoatsiz bo'lgan. Maryam surasi 44-oyat. Ozarning jahli chiqdi va agar shu gaplarni qaytaraversang, kaltaklayman. Meni o'z holimga qo'y dedi. Ibrohim alayhissalom juda halim edi. Otasiga salomat bo'l deyish bilan kifoyalandi. Maryam surasi 47-oyat. Yana aytdi: men sizlardan ham Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlaringizdan ham chetlanurman va yolg'iz Robbimga iltijo qilurman. Maryam surasi 48-oyat. So'ng g'amga botgancha yo'lga tushdi. Bolajonlar, hikoyamizning davomini kelasi ko'rsatuvlarimizda tinglab boring.